Assalomu alaykum Gazon House obunachilari. Mana bugun haftaning dushanba kuni 9-iyun. Biz yana bir yangi chiroyli obyektimizga keldik. Buni tayyorlab qo'ydik. O'sha yer tayyorlash jarayonimizda gazonga landshaft ishlarini qildik, toshlarni terib bo'lganmiz. Tuproq tekslash o'sha yer, ana bu yer gazon bo'ladi endi. Hozir ana begonoidlarni chopib chiqamiz va obyektimizni boshlaymiz. O'sha boshlab ham qo'ydik. Tekslash jarayonlarini, o'tlarini chopib, toza joyini o'sha boshladik. Tuproqlarimiz kelgan. Bolalar boshladi tashishni. Katta joy. Bu yer ham 1000 kvadratdan oshiqroq. Mana tuproqlarimiz keldi. Ana shu yer hamma joy bo'ladi. Batafsil yana yoritib boramiz ishlarimizni. Landshaft ishlarimiz qilingan, hammasi. Daraxtlarimiz qurildi. Kara tashaldi, doroshkalar qilindi.